Короче, stadion turnirida ham boshladik. Aslida Xushi Levin bilan o'ynash kerak edi, lekin Levin bitta shotdan keyin sirasi chiqib ketib qoldi, chunki Xushi dalbayob o'zini grantaladi, chunki qo'lda qibz deydi, o'zini grantalab 406 gol mashturdi. Bitta shot oldi Xushi, sirasi Levin chiqib ketdi, lekin Levin qarchi Xushi yutdi-da, chunki Levin o'zini chiqib ketdi, full o'yindan chiqib ketdi, Druzani ham olmadi. Shunaqa o'yin bo'ldi. Keyin esa shu bolalar lobbi ochib berdi, S2. Birinchi S2 bilan Xushi garovlashdi. Agar S2 aytdi, men seni Xushiniga aytdi, Xushiga S2 agar men seni 2-2 qilsam dedi, sen o'rningga finalga chiqaman dedi. Xushi finalga chiqdi. Sen o'rningga finalga chiqaman dedi. Keyin esa Xushi ham go dedi. Birpas o'ylandi, go dedi. Keyin esa o'yinni ko'raverasizlar, o'zi 2-0. Qani Xushi comeback qilib keta oladimi, yo'qmi? Sizlarga mana shunday gapirib turaman. Instagramga bu video joylanmashining sababi вообще uzun, просто jalla pizza uzun bo'lgani uchun Instagramga joylanish. Instagramga joylab qo'yamiz, balki aktiv bo'lib ketsa, lekin YouTube'ga qo'yamiz. YouTube'da linkini ham qo'yib qo'yamiz pastga. Xushi normal yotdi, lekin afsuski Xushi yana bir maramotda chichvordi, maramotda chichvordi deganlar. No mayli. Qani Xushi 3-0 yutqazyapti. 3-ga yutqazadi deb o'ylayapman cho'ta Xushini. Oy, kalla yo'q, kalla. S2 yutadi deganlar. Ko'ramiz. Keyin ertangi turnir albatta ertaga soat 2 da bo'ladi. Yo 1 da yo 2 da bo'ladi. Короче, mana shu S2 yana lobbi ochib beradi. Короче, bitta bola bilan kapitan o'tkazgan olib tashlaymiz. Men o'zimni olib tashlamoqchiman. Men o'rniga boshqa bola tushadi. O'zimni o'rtog'im o'ynaydi dedi. O'zimni o'rtog'imman adash tushadi, Aura. Samoni klandanman deb chichvordi. E'tiborga olmaymiz. Tak, уже 5 ga deyapti. Xushi ko'ramiz qani. Oxirida olib keta oladimi, yo'qmi? 7 minut bo'ldi. Böyle 7 minut oldu chichvordimi. 4 minut ketdi. Уже 6-0. 2 ga qo'ya oladi. Shu 6 ga вообще strachni o'ynayapti S2 ham. Xushi ham bo'ladi. Xushi akkauntiga ishonyapti. S2 o'zining o'yiniga ishonyapti hozirchalik. Menimcha S2 yutadi-yo. Yana bir Xushi shag eshitmayapti, bor full shag berib turibdi orqasidagi billet. Xushi nimalar bo'lyapti? Bu ham Xushi ham bir kichik content maker. 1,5 mingtaga bo'lishga ozgina qolgan, 1200 ta. Hozir Instagramini qo'yib qo'yaman. Qani shu joyda S2 shot oladi deb o'ylayman. Kommentariyaga yozinglar kim shot oladi mana shu joyda. Skip qilib yozamiz. Bilaysiz 12 ga qo'ydi. Nimalar bo'lyapti? Jala. 7-0 Xushi hozir boshqacha 140 keladi 100%. Men bilaman 7 tadan keyin shu tuji boshqacha S12 ga o'tkazdik. Aytdim-ku jigarlar, boshqacha 140 keladi dedim men bu yibanga. Ana 406 tashadi, endi qo'ydi. Ana endi comeback-da, mana endi comeback 707 qilib qo'yadi. Mana shu qarab turaylik. Yo 707 yo 708. Ko'ramiz. Mana endi Xushini galgirli. Oy, nimalar qilib tashlamoqda Xushi. Lekin hozirchalik bitta shot oldi. Uncha ko'p shot emas, afsuski. Ko'ramiz. Oy, normal, blin. Qanday bunday? Ikkinchi shotni ham easy olib qo'ydi. Nifiga себе. Jon qochmayapti. O'zicha nimadirlar qilyapti Xushi. Ko'ramiz qani. O'zini chiroyli o'yinlari bilan comeback qilib keta oladimikan, yo'qmikan? Tepalabotda afsuski Xushining joni kam, 100% Xushi o'ladi hozir. Yo'q, jonlari bir xil. Oy, Xushi nimalar qilib tashlamoqda. Oxirida hech tegmagan 100% Xushi o'lardi. Ko'ramiz. Tak. Qani bu fonga o'tamiz. S2. 406 даже qo'liga ushlamayapti-ku S2. Aniqat ushladi. Xushi nimadir qilmoqchi edi, o'zi infoni berib qo'ydi va piklashdi. Dal yugurish kerak. Va nihoyat 7-4. Menimcha comeback bu yog'i comeback. Qani 7-7 qila oladimikan Xushi? Uje o'yinni to'g'ri 50-soniyasi ham tugamoqda. Soniyalarga e'tibor berib turibman. Ertangi video streamda bo'lishi ham mumkin, oddiy bo'lishi ham mumkin.
S2 oladimi yo'qmi? S2 oladimi yo'qmi? Afsuski yana bir marotaba chichvordi S2. Nu mayli. Bu Levinni o'rniga o'ynayapti deb qo'yaylik S2ni jigarlar. S2 yutgan taqdirda ham abi finalga Xushi chiqadi, chunki S2ni umuman taniymiz. Padbordan qo'shdik. Lobbi so'radik, bor dedi. Va lobbi ochib berdi bizga. Ko'ramiz 7-5, 7-6 blin. Xetni qarang xetni. Nasibimiz bir-birini grand talashuv ko'rib turibsizlar. Keyin lazerka bilan o'ynash yo'q edi, lekin lazerka bilan o'ynayapti ular. O'sha turnir bo'lgani uchun amal lazerka bilan o'ynaylar dedim, chunki ikkovi ham bez lazerka o'ynay olmayman deb turib oldi shantajyorlar. No mayli. Ko'ramiz. Qarang kim 120 ming katta. 7 blin, nimalar qilib tashlamoqda Xushi. Oy, jalab, biznes. Nulu 7dan 7 просто страшный editorlar shu joyni edit qilib jalab chichoryapti. Endi bu bolalar tamdagi boshlandi-yu. Ko'ramiz. Uje 6:20 soniyasi ham tugamoqda. Ko'ramiz, joni bir hafta Xushi push qilish kerak, joni yo'q. Blin, 3 vaqt birinchilik tegdi. Voy, uje kech. Xushi normal vaziyatdan foydalana olmadi. Afsuski, Xushi qochib ketib qoldi. U o'yladi, uni joni ko'p deb o'yladi. Xushi chunki bitta zaxirasiga tekkiza olmadi. Jonlari pashti bir xil. Endi kam. Bular to'pponchaga qo'ta olmadi. To'pponchaga nima bor edi? Men tomosha qilgan odamim yutyapti deb o'tdi. Nima qilamiz? Xushini tomosha qilamizmi? Men tomosha qilgan odamim yutmoqda. Ko'ramiz. O'yin qizg'in ketmoqda. Ikkita bir xil igrok deya olmayman, chunki S2 yaxshi o'ynaydi ekan, вообще. Voy, jalab shutdan turib qo'ydi S2. Nu normali. Yaxshi. TDM turnirda bu turnirga qatnashish besplatniy, chunki men Instagramda mingta bo'lganligim uchun turnir qilib beryapman. G'olib 120 ming. Yana bo'lib qoladi bir haftadan keyin kamida. Ko'ramiz. Faqat bu yoqda o'yiniga ishonganlar yutib keta oladi. Bundan keyingi igrok Xushi bilan menimcha aura tushadi-yu, chunki aura bilan birta bola o'ynasa, aura bilan niki esimda emas, qarchi o'shada dushman komanda aura bilan boshqa bola o'ynasa, keyin nargi komanda ham finalga chiqsa, o'sha nargi komanda bilan Xushi o'ynasa, menimcha Xushi yutadi deb o'ylayapman. Ko'ramiz. Ertaga final bo'lsa, bemalol harakat qilaveramiz. Tak уже 8:20 sekunddamiz. Ladna. Ikkin ko'chadaman. Tashqaridagi ovozlarga e'tibor bermaymiz, faqat o'yinga e'tibor beramiz. O'yin shokolad bo'lyapti deyotgan paytim nimalar qilib tashlamoqda S2. Tomosha qilgan odamim yutyapti desam, Xushini tomosha qilsam ham Xushi baribir yutqazyapti-yu, nimalar bo'lyapti? Uni 8:40 soniyadamiz, nima bo'lyapti? Jalab, nimalar qilib tashlamoqda? S2 yutish aniq bo'lib turibdi. Endi S2 yutmasa ham bo'lmaydi. Chunki vaqt 50 sekund qoldi. Ko'ramiz. Comeback qilib ketishi qiyin-da. Qani ko'ramiz. O'yin tugashiga 30 soniya qoldi. Mashetta menimcha S2 yana bitta raund olib ketsa kerak deb o'ylayapman, chunki S2 вообще o'ynaydigan 20 sekund S2 shot olib keta oladimi yo'qmi? Xushi full bazasida yotyapti. Yotyapmiz, o'tirgan o'toq ko'ttiga chayqasham bo'ladi. Voy, to'pponchaga nima bor edi? Xushi ikkinchi marta shu narsani takrorladingiz. O'tirgan o'toq ko'ttingizga. Bilan joni bir xil S2ni qani? Ulguradimi yo'qmi? Afsuski, yerga otib qo'yishni qaranglar.